Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. O'zbekiston, Osiyo va dunyoda ro'y berayotgan eng qiziqarli va muhim xabarlar bilan Zafarjonov Rifatbek kanali o'z ishini boshlaydi. Qadrli do'stlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, voqealar rivojini biz bilan kuzatishda davom eting. O'zbekiston milliy terma jamoasini Jahon chempionati 2026 dan yakuniy tayyorgarlik rejasi e'lon qilindi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi birinchi vitse-prezidenti Ravshan Ermatov milliy jamoamizning Jahon chempionati oldidan o'tkazadigan yig'inlari va o'rtoqlik uchrashuvlari tafsilotlarini ochiqladi. Rejaga ko'ra tayyorgarlik jarayoni 3 bosqichdan iborat bo'ladi. Birinchi bosqich Toshkentdagi yig'in va mahalliy sinov. Terma jamoa a'zolari 5-maydan 26-mayga qadar Toshkentdagi Milliy futbol markazida yig'iladi. Ushbu bosqichda futbolchilarning jismoniy holatini tiklashga e'tibor qaratiladi va Superliga klublariga qarshi 3 ta nazorat uchrashuvi o'tkaziladi. Ikkinchi bosqich Shimoliy Amerikaga moslashish adaptatsiya. 26-may kuni jamoa Nyu-Yorkka yo'l oladi. 30-mayga qadar davom etadigan ushbu qisqa yig'indan so'ng vakillarimiz Kanadaning Edmonton shahriga yo'l olishadi. 1-iyun kuni Kanada terma jamoasiga qarshi o'rtoqlik uchrashuvi. Uchrashuvdan so'ng jamoa yana Nyu-Yorkka qaytib bir hafta davomida mashg'ulotlarini davom ettiradi. 3-bosqich so'nggi nazorat o'yini va Atlantaga ko'chish. 8 yoki 9-iyun kunlari terma jamoamiz Yevropa vakillaridan biriga qarshi navbatdagi o'rtoqlik o'yinini o'tkazadi. Hozirda raqib tanlash bo'yicha muzokaralar yakuniy pallaga kirgan. 10-iyun kuni O'zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionati davomidagi asosiy qarorgohi Atlanta shahriga yetib boradi. Aynan shu yerda Kolumbiyaga qarshi start o'yini oldidan so'nggi mashg'ulotlarini o'tkazadi, deydi manba Stadion.uz. FIFA O'zbekistondan keyingi U20 Jahon chempionati mezbonlarini e'lon qildi. FIFA o'zining ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida 2029-yilgi yoshlar o'rtasidagi U20 Jahon chempionati mezbonlarini e'lon qildi, deydi Chempionat Osiyo. Unga ko'ra navbatdagi yirik turnir Armaniston va Gruziya maydonlarida bo'lib o'tadi. Armaniston va Gruziya 2029-yilda 20 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi FIFA Jahon chempionatiga mezbonlik qiladi. Bu har ikki mamlakat tarixda FIFA shefligida o'tkaziladigan ilk turnir bo'ladi, deyiladi rasmiy xabarda. Ma'lumot uchun 2025-yilgi yoshlar o'rtasidagi Jahon chempionati Chilida bo'lib o'tdi va unda Marokash terma jamoasi finalda Argentinani 2-0 hisobida mag'lub etib, chempionlikni qo'lga kiritdi. Kolumbiya esa Fransiyani mag'lub etib 3-o'rinni egalladi. Jahon chempionati 2027 turniri esa Ozarbayjon va O'zbekiston yashil maydonlarida o'tkazilishi rejalashtirilgan. Shu tariqa Kavkaz mintaqasi ketma-ket 2 yoshlar o'rtasidagi dunyo birinchiligiga mezbonlik qiladigan bo'ldi. Futbolda endi og'zini yopib haqorat qilgan va maydonni tark etgan futbolchilar chetlatiladi. Ushbu yangi qoidalar Jahon chempionati 2026 turniridan boshlab qat'iy qo'llaniladi. Yangi qoidalarga ko'ra og'zini yopish taqiqlanadi. Konflikt vaqtida raqib futbolchisiga qarata og'zini, qo'li yoki libosi bilan yopib nimadir degan o'yinchi to'g'ridan-to'g'ri qizil kartochka bilan jazolanishi mumkin. Bu chora maydondagi kamsitish va haqoratlarga qarshi kurashish maqsadida joriy etilmoqda. Maydonni tark etish uchun jazo. Hakam qaroriga norozilik sifatida maydonni o'z boshimchalik bilan tark etgan futbolchilar va ularni bunga undagan rasmiy shaxslar, murabbiylar chetlatiladi. Texnik mag'lubiyat: agar jamoaning noroziligi sababli o'yin to'xtab qolsa, o'sha jamoaga avtomatik ravishda texnik mag'lubiyat yoziladi. Jahon chempionati 2026 mukofot puli oshirildi. O'zbekiston kamida $12,5 million ishlab oladi. FIFA Jahon chempionati 2026 uchun mukofot pullari miqdorini oshirish haqida qaror qabul qildi. Turnirga tayyorgarlik uchun har bir jamoaga ajratiladigan subsidiya $1,5 million dan $2,5 million gacha oshirildi. Jahon chempionati 2026 yo'llanmasini qo'lga kiritganlik uchun beriladigan mukofot puli $9 million dan $10 million gacha ko'tarildi. Qo'shimcha ravishda jamoalar delegatsiyalari yashashi uchun subsidiyalar, shuningdek barcha ishtirokchilar uchun umumiy hisobda taxminan $16 million kengaytirilgan chipta kvotasiga ega bo'ladi.
Yangi taqsimotga ko'ra chempion jamoa 50 million dollar, finalchi ikkinchi o'rin 33 million dollar, uchinchi o'rin 29 million, to'rtinchi o'rin 27 million, 5-8 o'rinlar 19 million dollardan, 9-16 o'rinlar 15 million dollar, 17-32 o'rinlar 11 million dollar, 33 va 48 o'rinlar olgan terma jamoalar 10 million dollar bilan mukofot pullari olishadi. Shu tariqa jahon chempionati ishtirok etadigan har bir mamlakat uchun eng kamida 12,5 million dollar miqdoridagi mukofot puli kafolatlanadi. Tabiiyki ushbu summa jamoani ishtirokiga qarab oshib boradi. Demak, O'zbekiston milliy terma jamoasi ham ushbu mundial yo'llanmasini qo'lga kiritgani uchun albatta 12,5 million dollar olishi aniq ko'rsatib qo'yilgan. Umid qilamiz milliy terma jamoamiz albatta jahon chempionatida uzoqroqqa boradi va mukofot pullarini ko'proq olishga terma jamoamiz harakat qilishadi. Bu borada O'zbekiston milliy terma jamoasiga va Fabio Cannavaroga omadlar tilab qolamiz. Eng qiziqarli va muhim xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun, shunchaki mehnatimiz uchun like tugmachasini bosib, albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Biz yana gaplashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling.